Hozir Bunyodkorda yaxshi imkoniyat, Temurxo'ja zarba gol. Chiroyli gol, chiroyli pas to'xtatdi va yerga tushirish. Va yana to'p oldiga yetkazib berildi. 1-1 vaziyat. Temurxo'ja bu gal zarba gol. Voy Abdusalomov. Iniesta bo'lib ketdi. Gol Temurxo'jaga uzatmani yana o'sha Abdusalomov. Nosirjon Abdusalomovdan qanday chiroyli uzatma va Temurxo'ja Abduxoliqov 2-0. Bunyodkorning yana bir hujumi va yana Temurxo'ja to'pni yerga yetkazib berdi. Zarba gol. 3-0. Bu safar qarzini qaytarmoqda Temurxo'ja. Nosirjon Abdusalomov raqib darvozasiga 3-to'pni kirityapti. 3-0. Knockdown holati.